Lionel Messi haqida ko'pchilik bilmagan 100 ta fakt. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Messi 1987-yil 24-iyunda tug'ilgan. Tug'ilgan joyi Argentinaning Rosario shahri. To'liq ismi Lionel Andres Messi. 4 yoshida birinchi marta Grandoli jamoasi uchun debyut qilgan. Futbolga qiziqish uning buvisi sabab paydo bo'ladi. Otasi George Messi, onasi esa Celia Cucitini. Yoshligidan akalari Rodrigo Messi hamda Matias Messi bilan birgalikda futbol o'ynashni boshlagan. Bo'yi 170 cm. 7 yoshligida News Old Boys jamoasi uchun debyut qiladi. Shu jamoada 6 yil ichida deyarli 500 ta gol kiritadi. 10 yoshida unda o'sish gormoni defitsitini aniqlashadi. 14-dekabr kuni Barselona bilan shartnomani oddiy salfetkaga imzolaydi. Barselona unga kasallikdan davolanishda yordam beradi va shu jamoa uchun debyutini 16 yoshda qilgan. 75-daqiqada maydonga tushib, o'sha paytda Jose Mourinhoning Porto klubiga qarshi qiladi. Barselona bilan birinchi mashg'ulotdan keyin futbol afsonasi Ronaldinho Messi mendan ham yaxshiroq o'yinchi bo'ladi deb aytgan. 2004-yildan boshlab Barselona asosdagi futbolchiga aylanadi. O'zining birinchi golini 2005-yil 1-may kuni Albacete jamoasiga qarshi uradi. Shu gol uchun assistni aynan Ronaldinho bergan. 18 yoshligida Barselona bilan 5 yillik shartnoma tuzadi, lekin keyingi 3 oy davomida yaxshi o'yin ko'rsatadi va Barselona unga 9 yillik shartnoma taklif qiladi. O'zining birinchi hat-trikini El Clasicoda Real Madridga qarshi uradi. 2007-yilda Getafega qarshi urgan ajoyib golni Diego Maradonaning Angliyaga qarshi urgan goliga tenglashtirishadi. 2008-2009 mavsumda unga 10 raqamli futbolka berishadi. Gol urgach ikki qo'lini osmonga ko'tarib ishora qilganda u o'z buvisini nazarda tutadi. Shunday qilib vafot etgan buvisiga hurmat ko'rsatadi. Messi o'zining xalqaro faoliyat davomida Argentinani himoya qilgan, lekin professional faoliyatining 17 yilini o'tkazgan Ispaniya terma jamoasi uchun ham o'ynashi mumkin edi. Intervyuda aytishicha, uning idollari Maradona hamda Pablo Aymar bo'lishgan. Argentina uchun debyutini 2005-yilda 17-avgust kunida qilgan. Messi hali La Masia akademiyasida o'ynab yurgan paytlarida Arsenal klubi uni sotib olishga harakat qiladi. 2022-yil Jahon chempionatida o'zining 13-golini uradi va shu sabab Argentina uchun Jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchiga aylanadi. Oldin bundan 12 ta gol egasi bo'lgan Gabriel Batistutaga tegishli bo'lgan. Messi 8 ta oltin to'p egasi va bu ko'rsatkichda u dunyoda birinchi o'rinda turibdi. La Liga chempionati tarixida eng ko'p gol urgan futbolchi. Gollar soni 474 tani tashkil qiladi. 2009-yilda o'zining birinchi triplini qiladi. Barselona uchun 778 ta o'yinda maydonga tushib 672 ta gol va 269 assist qayd etadi. 2012-yilda 91 ta gol uradi va 1 yil ichida eng ko'p gol urgan futbolchiga aylanadi. U dribling qiroli hisoblanadi. Barselonada Luis Suarez va Neymar bilan birgalikda MSN triosini tashkil qiladi. Ular birgalikda 451 ta o'yinda 363 ta gol va 272 ta assist qayd etishadi. 2015-yilda esa treble qilishadi. Bu karyerasi yutgan ikkinchi treble edi. 4 marta Chempionlar Ligasida g'alaba qozongan va shu turnirda 163 ta o'yinda 129 ta gol va 45 ta assist qayd etgan. Barselonaning ashaddiy dushmani hisoblangan Real Madridga qarshi umumiy hisobda 45 ta o'yinda 14 ta assist va 26 ta gol uradi. Suarez bilan Barselonada yaqin do'stlarga aylanishgan va hozirgacha MLS ligasida birga o'ynashyapti. La Ligada 36 ta hat-trik qilgan o'yinchi. Messini Ronaldo bilan tenglashtirishadi va ulardan qaysi biri yaxshiroq futbolchi ekanligi haqida muzokara olib borishadi. Hozirda uning bozor qiymati 18 million yevroni tashkil qilyapti. 2021-yilda esa PSG jamoasiga o'tgan. PSJda debyutini 2021-yil 29-avgust kunida qilgan. Birinchi golni esa Manchester Cityga qarshi urgan. Sevimli taomi bu Argentinaning Milanese Napolitano taomi hisoblanadi. Akalari bilan juda yaxshi aloqada. O'zining bolalikdagi sevgilisi Antonella Roccuzzoga 2017-yilning 30-iyun kuni uylangan. To'y marosimi esa Rosario shahrida bo'lib o'tgan. Hozirda 3 farzandning otasi. Katta o'g'li Thiago Messi Inter Miami yosh jamoasida o'ynayapti. Thiago Ronaldo muxlisi bo'lishi mumkinligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda videolavhalar va rasmlar mavjud. Lekin Messining o'zi buni hech qanday tasdiqlamagan. U ko'plab yirik brendlar ambasadori hisoblanadi. 2022-yilda Argentina bilan Jahon chempionatida g'alaba qozongan. U maydonda Jahon kubogi bilan tushgan rasmini Instagramga qo'yadi. Ushbu post esa hozirda Instagram tarixidagi eng ko'p like bosilgan postga aylangan. Argentina uchun debyut o'yini esa 47 sekund davom etgan. Chunki maydonga tushib 47 sekunddan so'ng qizil kartochka oladi. O'zining o'yinlarini qaytadan ko'rishni yomon ko'radi. O'z sanasiga 18 ta tatuirovka qildirgan. Tatuirovka qildirishda o'zining sobiq jamoadoshi bo'lgan Dani Alvesdan ilhom olgan.
Intervyuda aytishicha, yoshligida maktabda yaxshi o'qimagan va shu sabab ustozlaridan ko'p gap eshitgan. U ikkita pasport egasi, Ispaniya pasportini esa 2005-yilda olgan. PSJga ketishiga sabab Barselona bo'lgan. Barselona ko'p miqdordagi qarzlari sabab futbolchiga yetarlicha maosh taklif qilisha olmagan. 2023-yilda PSJdan Inter Miamiga o'tadi. O'sha yilda shu klubning prezidenti hisoblangan David Beckham unga oltin to'pni topshiradi. 5 ta tilni yaxshi biladi va fransuz tilida ham ba'zi so'zlarni tushunadi. Hozirda Miamida yashayapti. 2023-yilda $10 million sotib olingan bu uyda o'z oilasi bilan yashamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika uchun yangi uyga aylandi. Hozirda u 38 yoshda. 2026-yil Jahon chempionatidan so'ng o'z karyerasini yakunlamoqchi. Barselona uchun 17 yil davomida o'ynagan. Karyerasi davomida 46 ta sovrinni qo'lga kiritgan. Shu orqali u eng ko'p trofey yutgan futbolchiga aylandi. Juda mashhurligiga qaramay, u o'zining kamtarligi va mehribonligi bilan ajralib turadi. Inter Miamida $12 million maosh oladi. Karyerasini tugatgandan so'ng MLS egasi biror bir klubni sotib olmoqchi va shu klub prezidentiga aylanmoqchi. Do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolargacha xayr.